Oxirgi paytlarda turli soha egalarini ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lishganini kuzatyapmiz. Shu qatori sizni ham tez-tez ko'rib turibmiz. O'zingizni tanishtirsangiz. To'g'ri aytasiz. Hozir zamon shuni talab qilyapti. Hamma qandaydir faol bo'lishga harakat qiladi. Ismim Dilorom, Premium Pro kompaniyasining reklam menejeri bo'lib faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda Gold komanda sohibasiman. Siz faoliyat yuritayotgan Premium Pro kompaniyasi haqida ba'zi bir rasmiy kanallarda har xil gap so'zlar yuribdi. Bu haqida sizning fikringiz? Biz ham eshitdik unaqa gap so'zlarni. Avvalo o'zimni oladigan bo'lsam, men oldin tarmoqli marketing sohasida ishlamaganman. 15 yoshimdan to'g'ri mehnatdaman. Davlat ishida ishladim, turli xil kasblarda ishladim. Undan tashqari 8 yil umrim Rossiyada o'tdi, musofirchilikda nonini yedim. Bu kompaniyaga kirib kelishimdan oldin meni boshimga juda ham qiyin holat tushgan. Ya'ni men uyimni sotib, ustiga pul qo'shib Toshkent shahridan uy olaman deb turgan paytimda 15 ming dollarga qo'pol qilib aytganda uxlaganman. Shu kompaniyaga kirib kelishimdan oldin men Rossiyaga yana qaytib ketaman, yana 2 yil, 3 yil qanday ishlayman, uy-joy qilishim kerak deb turgan paytimda bir yaxshi inson orqali ijtimoiy tarmoqlarda psixologning kursida to'g'risi tanishib qolib, men bu kompaniyani bitta marketing planini ko'rishim bilan hamkor bo'lganman. Ya'ni o'sha Rossiyaga bilet olaman deb turgan pulim bilan men bu kompaniyaga kirib kelganman. Men bundan juda ham xursandman. Nimagaki bitta meni o'sha qarorim meni hayotimni, farzandlarimni, oilamni hayotini o'zgartirib yuborganidan juda ham xursandman. Buning uchun men avvalo ustozimiz Ikromjon Tojiddinovga, Shohruxbek Ubaydullayevlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Nimagaki bizni hayotimizni shu kompaniyani imkoniyatlarini ko'rsatib berib 360 gradusga o'zgarishiga sababchi bo'lishdi. To'g'risi bir tayinli kasbim yo'q, hunarim yo'q. Menga o'xshagan insonlar erkakmi, ayolmi farqi yo'q, juda ham ko'p. Qo'lida diplomi yo'q, bir ishga borib kira olmaydi. Shunaqa insonlar uchun hozirgi kunda tarmoqli marketing yordamga keldi. Tarmoqli marketing unaqa odamlar o'ylaganchalik yomon narsa emas. Nimagaki farqini bilmaydigan insonlar hozir yomon negativlar fikrlar bildirishyapti. Ya'ni moliyaviy piramida bor hamda tarmoqli marketing bor. Tarmoqli marketingda asoschisi tayin, o'quv sistemasi bor, mahsuloti tayin, qonuniy hujjatlarga ega kompaniyalarga bemalol kirib ishlasa bo'ladi. Shulardan bittasi bizning Premium Pro kompaniyamiz. Ya'ni men umrimda birinchi marta tarmoqli biznesga kirib kelganimdan, men Allohim meni aynan shu kompaniyaga rizqimni qo'shganidan men behad xursandman. Nimagaki hozirgi kunda Dubay sayohatiga borib keldim. 2ta umra ziyoratini qo'lga kiritdim, bittasini onamga sovg'a qildim. Kompaniyamizni belgilab qo'ygan birinchi avtobonusiga ega bo'ldim. Ya'ni hozir men o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan inomarka sohibasi bo'ldim. Endigi Xudo xolasa, Allohim nasib qilsa maqsadlarimiz uy-joy olish. Ya'ni hozirgi kunda aytganimdek uysiz qolib ketganim sababli hozir kvartirant bo'lib, ya'ni ijarada yashab kelmoqdamiz. Men shu kompaniya orqali o'zim orzu qilgan uy-joylarga ega bo'lishni niyat qilib qo'yganman. Yana bitta narsani ta'kidlamoqchi edim. Oddiy uyda o'tirgan ayollar, ya'ni 8 ta shogirdim mana 1 oy bo'ldi Malayziya sayohatiga borib kelishdi. Bu ham albatta Premium Pro kompaniyasini bizga berayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda borib kelishdi. Hozirgi kunda biz Premium Pro kompaniyasi bilan dunyo sahnasiga chiqib boryapmiz. Misol shaxsan o'zimni komandamda Tojikiston, Rossiya, Turkiyadan hamkorlarimiz bor. Ya'niki juda ham katta komandalar qilganmiz. Premium Pro kompaniyasi mahsulotlari haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta, Premium Pro kompaniyasining mahsulotlari men nomer 1 deyman. Nimagaki shu paytgacha men atirlar ishlatardim. Juda ham ko'p, misol Rossiyada ishlab yurgan paytlarimda juda ham ko'p eng zo'r, eng qimmat atirlarni ishlatganman, lekin biz Premium Pro kompaniyasining mahsulotlariga teng keladigani yo'q. Nimagaki bizning mahsulotlarimiz Fransiyani
81-yilda Marsel shahrida ochilgan Texnika Flor zavodini mahsulotlari, flakoni Sloveniyadan keladi, qopqog'i Xitoydan keladi, pampas ya'ni bosadigani Buyuk Britaniyadan kelib, qadog'i Dubayda bo'ladi. Nima uchun Dubay tanlangan? Dubay bilasizlar dunyo bo'yicha biznes shahri hisoblanadi. Ham Yevropa ham Osiyoga bemalol Dubaydan chiqsa bo'ladi. Shuning uchun ham kim biznesini rivojlantirmoqchi bo'lsa, Dubay orqali qiladi. Shu maqsadda ba'zi insonlar o'ylashi mumkin, Dubay atirlari yo'q, biznikilar Dubay atir emas. Fransiyani Texnika Flor zavodining mahsulotlari, ya'ni Siriosini olib, o'zimizni brendimiz ostida qadoqlanadi. Premium Pro kompaniyasiga kirmoqchi bo'lgan yoki umuman qanaqadir biznes boshlamoqchi bo'lgan odamlar ba'zi bir rasmiy saytlarning yolg'on ma'lumotlariga ishonib, ikkilanib qolgan odamlarga nima maslahat berasiz? Bu insonlarga nima deyishim mumkin? Biz shu sohani ichida yuribmiz. Biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Nima uchun buni ichida bo'lmagan, buni ma'lumotiga ega bo'lmagan insonlarning gapiga quloq solish mumkin. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Hamma soha vakillarini orasida ham noto'g'ri ishlaydigan, nopok yo'llar bilan ishlaydigan insonlar topiladi. Bizni sohamizda ham, bizni kompaniyamizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin bunaqa insonlar. Lekin bitta insonning xatosini deb butun boshli kompaniya nomini bulg'ab yoki asoschisining nomini bulg'ashni to'xtatishimiz kerak. Nimagaki bu qonun tomonidan ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bir kishini orqasidan hamma uchun hukm chiqarib bo'lmaydi. O'shaning uchun sizga nima ma'lumot kerak? Siz bizni o'zimiz bilan uchrashing, o'zimizga bering savollaringizni, kerakli siz so'ragan sertifikatlarni ko'rsataylik, mahsulotlarimizni sepib ko'ring, ishlatib ko'ring. Ana undan keyin siz bizga baho bering. Marketing planimizni ko'ring. Marketing planimiz shu darajada sodda, oddiy qilib tuzilganki, uni yosh qari bemalol ishlasa, ya'ni moliyaviy erkinlikka chiqsa bo'ladi. Hozir o'zingiz ko'ryapsiz, ishsizlik kuchaygan, juda ko'pchilik nima ish qilishni bilmay o'tiribdi. Shunaqa insonlarga men tavsiya qilardim, biz bilan birga ishlang, biz bilan birga, biz tanlagan yo'lda tanlaysiz ham. Ya'niki tarmoqli marketing bu zo'r, juda ham ajoyib narsa. Nimaiki 15 yil oldin men Rossiyada yurgan paytimda boshqa kompaniyalarga taklif qilishgan, u paytida meni hozirgi tushuncham bo'lmagandi. Balkim o'sha Rossiyada topayotgan pulimga ishongan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men hozir bu kompaniyaga kirib kelganimdan keyin tarmoqli marketingni men shu darajada sevib qoldim. Men endi o'zimni asl kasbimni topdim deyman. Ya'ni asl kasb qanaqa? Sizga pul to'lamagan paytda ham, ya'ni boshlanish paytida to'g'ri biz unaqa pul topmaganmiz. Ya'ni o'qiganmiz, o'rganganmiz, rivojlanganmiz, ustimizda ishlaganmiz, ustozlarimizning bilimlaridan olganmiz. Ana undan keyin mana Xudoga shukr daromadga chiqdik. Aslida men oliy ma'lumotli bo'lmagan bo'lsam ham ustoz degan nomga shu kompaniyada men sazovor bo'ldim. Men bundan juda ham baxtiyorman. Men komandamni juda ham yaxshi ko'raman. Kompaniyamizni ham juda ham yaxshi ko'raman. Maslahatim, mana biz bilan birga ishlang, bizga qo'shiling, bizni safimizdan joy oling. Nimagaki biz O'zbekistonda nomer 1 tarmoqli marketing kompaniyasida faoliyat yurityapmiz. Nima orzularingiz bor? Qanaqa maqsadlaringiz bor? Ota-onangizga, farzandlaringizga nimalar qilmoqchisiz? O'zingiz qanaqa hayotda yashamoqchisiz? Hammasini shu bizni safimizga kelib, bilimlarini olgan holatda siz erishishingiz mumkin.